Assalomu alaykum. Anglayotganlar Turma xotirlari Mahbus ruhlar. Avtori Abduli Ayub. Qechib ket. Dushanba kuni kech bo'lgancha aromsizlanishga boshladim. Men saqchilarning kechda kelishidan, qizlarimni qo'rqitib, ularning oldidan ishkallab tutib ketishidan ansiraydim. Tutilganda uyda yolg'iz bo'lishim odam bo'lmasligi kerak edi. Agar ko'chada tutilsam, odamsiz bir ko'cha bo'lishini tilaydim. Yo'lda elning oldida tutilsam, ommaviy qarshilik paydo bo'lishidan ansiraydim. Ko'chalardagi mangdamda bir telefon tekshirishlarda Uyg'urlar uzun o'chirat bo'lib ketadi. Kimlik surkimay kirgili bo'lmaydigan shahar markazidagi mahallalar va rastalarda kishilar muңlanib o'ltirib ketadi. Yağlıq artıb kirgili bo'lmaydigan doktorxona, hukumat organlari va aerodromlarda yana shu yağlıq artgan momaylar, saqalliq buvaylar va bala qushaqlagan cho'kanlarning sulg'un simasi ko'zga tashlanadi. Shahar, bozor va kentlarda yo'l bo'yiga birdan shira qo'yilib, bilikiga qizil xatlik terrorlikqa qarshi bexatarlik xodimi degan belgini taqgan kadrlar yo'ldan o'tgan qiz ayollarning uzun ko'ngliklarini kesib, saqollarini tushirayotdi. Bu ko'rinishlar Qashqarda bir ommaviy g'azabga o't yoqmoqda edi. Shahardagi har qanday tekshirishdan akavurlarcha to'xtamay o'tib ketadigan Xitoylar bilan uzun o'chiratda turib ketadigan Uyg'urlar orasida yuksalayotgan ko'rinmas nafrat meni ansirtatdi. Ko'chada tutilishimning bu nafrat bombasiga pilta bo'lishidan xavotirlandim. Uyg'urda yaxshi it o'likini ko'rsatmas deydigan bir maqol bor edi. Mening ashu yaxshi itdek unsiz g'oyib bo'lg'um, bu ko'ngilsizlikni inisi jinga to'ydirmay yo'qab ketgum bor edi. It har qancha yaxshi bo'lgan taqdirdimi, uning sesigan o'liki aman yerginishlik edi. Darhol ko'mvatmasa bo'lmaydigan ko'rimsiz edi. Purqi jahonni sistatdi. Agar men jamoat oldida tutilsam, o'likini ko'rsatgan it bo'latdim. Do'stlarni yig'iltatdim. Jamiyatda vahima paydo bo'ladi. Kishilar hukumatdan qo'rqib, rost gap qilishga texmu jur'at qilolmas bo'lib ketadi-da, menmu yaxshi it bo'lolmay qilatdim. Men kishilarning ko'zida tutilsam, mening sahnalardagi Uyg'urni umidga boshlaydigan nutqlarim, adolatning borligiga ishondirgan leksiyalarim, kishilarni qonunning ustunligiga talpindirishlarim yo'qqa chiqadi. Ular mening tutilganligimni ko'rsa, men tutgan bu oxirgi yo'lning eng murassalik urinishning Uyg'urning mavjudligiga bo'lgan oxirgi intilishning mag'lub bo'lganligini ko'rgandek bo'lib umidsizlanadi. Shunga tutilganimni men so'ygan, menga chidamaydigan, menga ishongan hech kimning bilmasligini orzu qilatdim. Men aslardan ko'tarilib ketsam deydim. Kishilarning meni 20 yillar burun Qashqardagi mahallalarda qurolliq soqchilarning qo'lida etilib ketgan itlarni, etizlarga sepilgan dehqonchilik dorisidan zaharlanib o'lgan qushlarni, uylarga turba tortilgandan keyin tashlanib ketgan shildir-shildir eriqlarni asdan chiqargandek, kuzda to'kilgan g'azoni, atiyozda erigan shurmalni, to'kilgan chechaklarni unutgandek tabiiy unutib ketgan deydim. Tugmas qo'rqinchga chekit qo'yadigan, o'zim topgan baloga quchoq ochadigan shu kunga, shu tutiladigan daqiqalarga borgancha taqozo bo'lmoqda edim. Xuddi to'la rasmga tushgan odam har xil fokus chiqarishga mahir bo'lib ketgandek, tutiladiganligimni yo'shirishga mahir bo'lib ketib boratdim. Xuddi kishilar kameraning oldida hijiyib turib bergandek, menmu uyda ayolim va qizlarimga, ko'chada tonishlarga, yasilayotgan yaslida akamga va fidoyilarimga yolg'on kulib berishga majbur edim. Amaliyotda shu kunlarda da'vatqonlarim yolg'on. Har kuni talada yasavatman, qurvatman degan tirishchanligim yolg'on. Uyda kulishlarim, kuldirishlarimmi yolg'on.
do'stlarimga bergan ümidim yolg'on, ümitlantirishlarimmi yolg'on edi. Ona tili yaslisining istiqboli haqida akamning andishlariga tushuncha berishlarim, ota-onalardan kelayotgan yasliga bola tizimtish to'g'riliq telefonlarga berayotgan javoblarimmi yolg'on edi. Faqat birla narsa mening tutilishimla rost edi. Tarixda buvam yotgan, tag'am so'langan, men romanlarda o'qigan qahramonlarim band qilingan qamoqxona meni saqlayotdi. Men shu dushanba oqshom o'limiga tayyorlangan, ammo o'zini qadrlaganlarga o'likini ko'rsatmaydigan yaxshi itdek kirdiganga bir xoli kapa, yo'shirindigan kamar topolmay qolgan edim. Hech kimsiz yolg'izlikni xohlaydim. Yolg'on beg'amlikka, yolg'on baturlikqa, yolg'on qo'rqmaslikqa, yolg'on chidamchanlikqa borgancha o'ch bo'lib ketayotdim. Shu kuni kechda agar saqchilar tutqili kelib qolsa, qizlarim va ayolimga ig'ir kelmasdiki, saqchi kelmay qolsa-mu, kayfiyatimdagi besaramjonlikning chinib qolmasligi uchun ularni bizga yaqin bir mahallada turadigan 3-chi akamning uyiga tamoq yeb, paranglashib o'ltirib kelishga avativatdim. Ammo o'zim jiddiylashib, uyda to'xtamay oldi keynimga minishga boshladim. Hamma ishning normal ekanligiga atrofimdagi hammaylarni ishontirib bo'lgan bilan o'zim borgancha normal kayfiyatni saqlay olmay qilyotdim. Saqchilar nimish kelmaydi. Ular orom oladigan shanba, yakshanba o'tib ketdi. Yana nimani saqlayotgandi? Mencha ona til yaslimiz tutilishim bilan xarob bo'ladi. Ammo ilkimdagi chet el tili tarbiyalash markazimiz davomliq mavjud bo'lishi mumkin edi. Xitoy har qancha nachar bo'lsa-mu, inglizcha o'rgatayotgan bir kursni taqab qo'ymasligi mumkin edi. Bu markaz shu yerda ishlayotgan 6 kishining turmush manbasi edi. Men tutilib ketsam, ayolim ham 2 bolamni beqib, ham bu markazni yolg'iz mangdirib ketolmaydi. Shunga ayolimga yordamlashib, ishlarni yurishtiradigan katibga markazning mas'ulligini topilmoqchi bo'ldim. Katib kichikimdan bilishadigan savoqdosh biraylan bo'lib, Qashqarda kishilarga eng ta'sda nisb bo'ladigan hukumat xizmatini tashlagan jasorati bilan meni qoyil qilgan edi. Uningga tutiladiganligimni demoqchi bo'ldim. Uningga deyishim kerak edi. Men ma'muriy organlar bilan bevosita aloqa qilish uchun uni ishlatyotdim. Hukumatdagi barliq rasmiyatlarga uning ismini yozdirgan edim. Men tutilganda uningmi chetilib qilishi mumkin edi. Mening oilam va qarindoshlarim men sabablik jazolansa qabul qila olishi mumkin. Ammo menga ishlagan bir odamning men sabablik jazolanishi shu kishiga va oilasiga ig'ir keladi. Men demasdan, askartmasdan uningga bir ish bo'lsa, uning qabul qila olishi texmu tas edi. Menmu tutildiganligimni bilib turib, uningga xatarlardan qandoq saqlanishni deb qo'ymasam bo'lmaydi. Katibim dastlab gapimga ishonmadi. Chaqchaq deb bildi. Ammo uningga 2013-yili 19 mart kuni Urumchida 8 soat qamalganligim, shu kuni Urumchida tashkillangan ona tilga ko'ngil bo'ladigan qozoq, qirg'iz, mo'ng'ul, shiva ziyolilarini to'plab ochmoqchi bo'lgan yerlik millat tillarini qo'g'dash va Xitoy qonuniy temasidagi yig'inimizning bekor qilinganligi, shu tutilish sababidan Qashqardagi Nurxon tarbiyalash markazi va ona tili yaslimizning taqalganligini so'zlab berdim. Ondan uningga yana Qashqar televiziya stansiyasining men haqida avgustning 8-kuni qo'ymoqchi bo'lgan suhbat programmasini qo'ymaganligi, Qashqar xalq radiosida ona tili yaslisi haqida iyuldan boshlab berilayotgan barliq programmalarning to'xtatilganligi, Urumchida qurilmoqchi bo'lgan ona tili yaslisiga ijara olgan o'rinlarning kayni-kaynidan soqchilarning besimiga duch kelganligi, bizga yasli uchun o'rin ijara beradiganlarning qo'rqib yaqin kelmayotganligi qatorliqlarni so'zlab berdim. Katib bu ishlarni bilmaydi. Menmu hech birini deyishga ulgurmagan edim.
Qechib ket, dedi u anglab o'ltirib ketib. Men ündümey sal turib olgandan keyin gapni burvatdim. Yo'q dey desam, suhbat uzrab, oramizdagi talash tartish besiqmaydi. Ma'qul dey desam, qochmaydiganligim aniq edi. Agar qochadigan odam bo'lsam, uningga maslahat silib yurmay, necha kun avval g'oyib bo'lgan bo'latdim. Men qochsam, urug' tuqqanlar va men bilan yaqin o'tgan do'stlarim bo'lib, kam deganda 2-300 dan ortiq odam tutiladi. Navoda men qechib qutulsammu, yo'limda yordam lashkarlarining aloqa to'rini Xitoy hamon bilmay qolmaydi va necha yuz kishini qorong'u zindonga band qiladi. Men o'zim uchun hech bir kishining ko'zini yoshlashni xohlamaydim. Men uning bu ishdagi maslahatini emas, balki tutulishim sababli kelib chiqadigan oqibatlarga bo'lgan tayyorligini so'ramoqchi edim. Agar u til markazimizga mas'ul bo'lishga qo'shilsa, men yo'q chog'da ishxona va markazning ishlarini qandoq qilish haqidagi planlarini anglab boqmoqchi edim. Agar bardoshlik bera olsa, uni markazga ko'ynib ishlab, ayolim va boshqa 4 o'qituvchi bilan jafoda birga bo'lib, halovatni tang ko'rishni o'tinmoqchi edim. Katibim mening gaplarimga tuzuk javob bermay, meni qechib ketishga undab, qanday qechish haqidagi tayyorligim va planimni qaytalab so'raganda, qechishga ma'qullik bildirib, o'rnimdan turib ketdim. Maqsadim suhbatni burunroq oyoqlashtirish edi. Chunki gap shoxlab ketsa, ayolimning kelib qilishi va kayfiyatimdan yo'shirganlarimni bilib qilishidan ansiraydim. Men katibimning taklifiga qo'shilgan bo'ldim, ammo u qocholishimga ishonmagandek qiladi. Men uningga 2009-yil kuzda 25 Uyg'urning Vyetnam orqali va 17 Uyg'urning Burma orqali qochgan yo'lini tafsili deb berdim. Men Koreyaliklarga Uyg'urcha o'rgatish jarayonida Shimoliy Koreyaliklarning Xitoydan o'tib, Sharqiy Janubiy Osiyo ellari orqali qechish yo'lidanmi xabar topgan edim. Bundaq yo'llar haqidagi tafsili ma'lumotim uni qoyil qildi. U oxiri mening qandoq qechishni biladiganligimga ishondi bo'lg'ay, menga oq yo'l tilab ketib qoldi. Tuyuqsiz telefonim sayridi. Men har qitim tonimaydigan nomerdan telefon kelsa jiddiylashatdim. Xuddi mushu meni tutqili kelgan telefondek tuyg'uda barmoqlarim ansiz titrab ketadi. Sayrab to'xtamagan telefonni oldim-yu, chiqqan ovozdan lassida bo'shab qoldim. Yillardan beri ko'rishmagan bir do'stim ekan. Menga paxas bo'lishni, elastiklik bo'lishni, har qanday ehtimolliklarga tayyorlik qilishni topiladi. Uningmi aman esanlikim, yasining echilishiga oz qolganligi haqida yolg'on aytdim. Hamma ishning joyida emasligini demaslikka haddim bormi? Hech ishga qo'lim bormay, to'rga chiqdim. Manbalarni maltilab, inkos yozishga boshladim. Men teshimda til huquqi, ona til ma'rifi, Uyg'ur madaniyati deb to'xtamay to'r manbalarida qaynab turayotgandek, tinmay yezib ishlayotgandek ko'ringan bilan ichimni tatilayotgan qo'rqinch, yurakimni omburdek qisayotgan ansizlik, tanlarimni tikanlik tillari bilan yalab ketayotgan titliq ig'ir bo'lib, bu ruhiy besimni ko'tirib qopmoq tas edi. Ayolim va qizlarim keladigan vaqt borgancha yaqinlashyotdi. Ularni akamda qo'nib qolsikan deydim. Men yolg'izlikni, shu qo'rqinch, ansizlik va titliq ichida yolg'iz qilishni xohlaydim. Ayolimning chiroyimdagi ansizlikni ko'rib qolmasligini, savol so'ramasligini orzu qilardim. Ularning meni aromimda qo'yishini, meni davomli yolg'on so'zlashga majburlamasligini tilaydim. Men uyda qizlarimning oldida tutilishni xohlamaydim. Ularning qalbida soqchi kiyimi kiyganlarga, formalik kishiga o'chmanlik paydo bo'lmasa, hech bir insonni kasbi, millati va ideyasi sababli o'ch ko'rmay cho'ng bo'lsa deydim. Onamning oldidan tutib ketib qolsa, yurak kesli bor bechora onamni hushidan ketmasin deb
Uning qishig'imi tunji kuni chiqqancha chiqmadim. Koridorda ayolimning oyoq tevishi anglandi. Uxlagan bo'lvolay desam chinib qolatdi. Chunki bu chog'da uxlab qolishim ayolimni ishondirolmaydi. Eshik ichilg'icha kayfiyatimni qandoq yoshirishni bilolmay tipirlab ketdim.